Assalomu alaykum qadrlilar, mana YouTube uchun qisqa video olamiz. Xitoy pastel bilan, Xitoy chok bilan o'zbek chokini farqini qisqaroq video qilishga harakat qilamiz. Sizlarning kamroq vaqtinglarni olishga. Tak bu O'zbekistonda tikilgan chok, plastinasi atila pega tiqilmagan, pega tiqishga bemalol yetadi. Mana yonlari tushib turibdi. Razmerlari kamchilik bo'lmaydi deganim tabi. Xo'p, choki mana. Xo'p, choki mana bu yoqda paradiannisida ham. Mana bu yoqda navchkalarida hech qanaqa defekt yo'q. O'zbekistonning chokini ham. Xo'p, bu yoqda Xitoy pasteli. Buni endi ustida vishka borligini tanladik, shunday narxi bir xilini olishga harakat qildik. Tak buni ham o'sha defektlar ko'rinishi boshlayapti. Xo'p, bu Xitoy fabrichning pastelniy belyo vishkali. Mana prostinasi buni ham, prostinasining choklari. Buni ham prostinlari Euro standart bo'yicha chiqadi. O'zimizning ham prostinlari, padadianlilari ham общий standart bo'yicha olinadi. Xo'p, keyin nalchkalari. Nalchkalari ham standart bo'yicha, chunki yostiqlar standart bo'yicha chiqadi. Razmer bir xil bo'ladi, 50 ga 70 bo'ladi. Xo'p, narxi buniki 250 ming so'mlik pastelniy belyo bu. Mana beshikali pastel. Bu Xitoy fabrichnisi. Xo'p, bunda razmerlari yozilgan. Xitoy fabrichni pastel. Bu o'zimizdan super satin. Bu satin. Bu super satin. Xo'p, buni materiali atak chokida anaqasi yo'q. Vishkasini farqiga olmasanglar, narxi 5 ming so'm raznica beradi. Materialni sifati bu yaxshiroq, vishka hisobiga bu yaxshiroq. Qaysi birini tanlash sizlarga. Keyingisi endi bu yoqdan super satin. Bu yoqda 145 minglik pastellar. Bu O'zbekistonning choki. Bu yoqda Xitoy choki. Narxi bir xillarini olishga harakat qildim. Agar kommentariyada yozib ketsanglar, sifati bir xillarini, narxi har xil bo'lsa ham sifati bir xillarini olishga harakat qilamiz keyingilarda. Mana bunda bunaqa etiketka bo'ladi, razmerlari. Va bu plastinasi однотонный. Tak, nalchkasi ikkita. И padadiannis. Euro standart bo'yicha. Bu ham nalchkalari mana. Xo'p, rang o'chmaydigan, katishka bo'lmaydigan material. Bu 145 ming so'mlik pastel. Lekin buni ham kачествоsi ham uyaltiradigan kачествоsi. Bu ham 145 ming so'm, bu ham 145 ming so'm. Bu 255 ming, u 250 ming. Naryodagi tigrovka ham 255 ming. Xo'p, bu yoqda padadiannis. Endi rosa ko'pchilik xo'p, O'zbekistonlik bilan Xitoykini aniq qilishadi, solishtirishadi. Shtoba material baribir Xitoydan keladi, o'zimizda tikiladi. O'shani hisobiga o'zimizda tikilganini narxi ozgina arzonroq bo'ladi. Shtoba u yoqdan kelsa, yarim tayyor mahsulot kelsa, rastamoshga baribir arzonroq tushganini hisobiga o'zimizda tikilganini sifati sal balandrog'i, narxi sal arzonroqqa tushadi. Mana bu yog'i qolgan joylari bunaqa katta raznica bermaydi. Xo'p, keyingi videolarda yostiqlarni, ko'rpalarni yana obzor qilib beramiz sizlarga. Mana bularni ham. Xo'p, padadianlilari, mana orqa tomonlari однотонный. Prostinasi bilan kombinatsiya qilingan. Bu ham super satin materiallar. Качестволары super.